Assalomu alaykum xabarlaringizga hurmatli va aziz mehmonlarimiz, mana shu sahnamiz markaziga Shamira onajonimizni chaqirib berishlaringizni iltimos qilamiz. Keyfiyatiniz yaxshimi? Keldik biza sizga aytmoqchi. Sizni bugungi ish ko'rmaymiz bilan, sizni bugungi tavalludlarimiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarni qalbiga kirib kelayotgan mehribonlardan tabrik loyihasi sizni qarshisida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi ish ko'rmaymiz muborak bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, shoirlar, hamma tug'ilgan kun sohibalariga beradigan savollarimizni bugun sizga ham aytmoqchiman. Maylimi? Bugun xursandchilik kuningiz, shukona kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuningiz to'xtami? Bugun shukona kuniga bizning namamiz a'zolarini, mehribonlar tabrik loyihasi ijodkorlarini taklif qildi deb o'ylaysiz. Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizning qarshingizda turibmiz. Bu sürpriz buydu. Tutmagandi. Katta rahmat. Hammalarga bu uzoqda bo'lajog'ini maqsadim. Tamam inshaalloh. Farzandlarim, rahmat. Qalban yaqinlarimiz, do'stlarim, katta rahmat hammalarga, pullarim. Hammaga katta rahmat. Rahmat. Shoir opa, o'zini farzandlaringiz nechta jami? Allohga shukr, ikkita qiz bitta. Jami 3 nafar farzandingiz bor. Kimlar endi farzandlarni ismlaridan sanab beramiz, kattalardan boshlaymiz. Oygul opa kelgan qo'llarini ko'tarib qo'ysalar bo'ldi. Qo'llarini ko'tarib qo'ysalar, Oygul opa shu yerda. Azza qizim shu yerda. Azza opa qizlari ham kelganlar bugun. Maqsud uch qayerdalar maqsadga kelganlar bugun. Maqsud ko'cham Turkiyada keladi. Shu Turkiya mamlakatiga. Endi bugungi mana shu xursandchilik kuniga bizning tamoyilimizni qaysi farzandingiz taklif qildi deb o'ylaysiz? Onajonlarni ko'proq yaxshi ko'radigani, onajonlarni ko'proq e'tiborlashadigani qaysi bo'ladi? Maqsud bilan kelinim deb kutaman. Qizlarchi? Qizlarim. Bittalari. Alohida bo'lib ajratiladigan qaysi bular? Yurakka yaqin. Ikkalasi. Ona ajratolmaydi. Farzandlar baribir bir-birlaridan ayrilgunlari to'g'rimi? Mehrli, oqibatli aka-singillar. Bugungi mana shu shukona kunimizga bizning jamoamiz a'zolarini ayrim sabablarga ko'ra Turkiya davlatida bo'lib turgan o'g'lingiz Maqsadga boshligida barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta g'azal chalib qo'yamiz. Farzandlarni tayyorlagan so'zlarga bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari. Bugun onajonimizning shukona kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlar. Bugungi mana shu sho'rona munosabati bilan jamoamiz bilan borib onajonimizni tabriklab xursand qilinglar. Kayfiyatini ko'taringlar. Ko'proq yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa surpriz, mana shunaqa kayfiyat hamda quvonch ulashishdan charchamaymiz deb aytib farzandlar. Xursandmisiz? Juda ham xursandman. Hammalarga rahmat. Xush kelibsizlar. Juda ham xursand bo'laman. Nima gaplar bor? Mustaqillik yurgan farzandimiz Maqsadga bizani mana shu kameramiz orqali kuzatuvda nima gaplar bor farzandingizga? Bolajonim, doim sog' salomat bo'ling. Kelinim bilan baxtli bo'lgin. Bolaning baxt kamolini ko'rgin. Ilohim. Sani ishlariga omad tilayman. Sog' salomat kelgin. Sog' salomat bo'ling bolam. O'g'lim seni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Aytaman, o'g'limni ham, kelinimni ham yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling ilohim. Albatta yaxshi ko'raman. Bilaman jigarim, yuragim. Rahmat. Qarang, bugungi mana shu xursandchilik shikoyatimizga turmush o'rtog'ingiz Jumaxon akani ham taklif qildingizmi? Taklif qilganlarmi? Jumaxon akani keling, marhamat. Jumaxon aka, assalomu alaykum. Keling, yaqinroq.
Yaxshimisiz? Bugun farzandlar chiroyida shoir Onajonimizning kayfiyatlarini ko'tarib ozgina quvonch ulashishga harakat qilib ko'ramiz. Agar ruxsat bersangiz, birinchi sarflasida eshitamiz. Ana bugun shoir Kamolning tabriklayman. 60 yoshga yubileylar. Yoshgacha keldi. Allohga shukr. Nabirlarimiz, farzandlarimiz biz hozir shu kunimizda yashayotganimizda quvonib yashashimiz maqsadimiz farzandlarimiz bularni bir kulgusi, bularni bir baxti bizga kuch-quvvat beradi. Mani yana bir niyatim bu kishiga sog'lik tilayman. 100 yosh kam, 100 yoshga kirib farzandlarimiz baxtini omadini ko'raylik va shu baxtli bo'lib yashaylik. Allohdan tilagim sog'lik, vatanimizda, dunyomiz, yerimizda tinchlik. Hammaning oilasida shunday kunlar bo'lsin, uning kuniga bizni hech qachon tarqamasin. Rahmat tashkilotchilarimizga. Rahmat. Jumaxo'ta, agar ruxsat bersangiz yana bitta savol bermoqchiman. Shoir Onajonimizni uyda ismlarini aytib chaqirasizmi yoki Onajon deb chaqirasizmi? Qanaqa to'g'risini? İsmini tutup aytganim uchun Allohga o'qidik. Shu mobaynida keyin yana ishladik. Ishdan birga bo'lganimizda ko'pincha aniqlamizki, ish joyida endi shoir Kamolni deysiz. Uyga ham aytib bo'ladi, shoir Kamol deb bo'ladiki, onasi deysiz. Ana endi o'sha ko'chakumda kirgandan bebing qani deymiz. Qarang, Jumaxo'ta oxirgi marta qachon o'zlariga qarab, Onajonisiz seni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Qachon aytdingiz? Aytamizmi o'zlariga qarab? Ko'zlariga qarab aytamiz. Albatta, ko'zlariga qarab aytamiz, yuzlariga qarab. Marhamat. Men bu kishini yaxshi ko'raman. Mana Qasajonga emas, yaxshi ko'raman deb aytganlar. Farzandlarim onasi, nabiralarim birisi, bizni yaxshi turmush o'rtog'imiz, hayotda suyanchimiz, tayanchimiz, bizni bankimiz, asrimiz. Rahmat sizga bildirgan ajoyib to'ylar uchun. Endi navbatda farzandlardan eshitamiz. Farzandlari. Oybek aka. O'shimizga sog' salomat bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Ko'chimiz bering. Rahmat. Farzandlar tomonidan tayyorlangan ajoyib shirkatlarimizdan 3 gacha san'at tabriklarimizni tomosha qilamiz. Kelishingmi? 1, 2, 3. Ajoyib muhabbat bilan jannatingiz Onajoningizni tabriklab, xursand qilamiz. Qaysi gaplar bilan bugun Onajonimizga yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Marhamat. Oygul opadan boshlaymiz. Oygul opa. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalarga xush kelibsizlar. Hammalarga onam uchun eng yaqin bo'lgan opa-ukalari, xudolari, dugonalari, farzandlari. Bugun yaxshi kunlarga xursandchilikka sherik bo'lyapmiz. Avvalambor onajonimga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, farzandlarini, nabiralarini, dadamni, ukajonim boshlariga doim sog' bo'lsinlar. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ziyoratga kiringlar aka. Qasajonimiz farzandlarni bildirgan ajoyib niyatlarga. Rahmat. Aziz qizlardan bugun ajoyib tabrik so'zlari eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qarsakchilarimiz kellardan bo'lgan ajoyiblar bugun ushbu markazimizda shoirajonim tanqolatlar, xursandchilik kunlari, yaxshi kunlarda bir kunlar, hurmatli va aziz mehmonlarimizdan tabrik so'zlar kutamiz. Kimlar kelishgan bugun? Yaqinlar, qarindoshlar, sinfdoshlar kamamiz, kelinglar marhamat. Assalomu alaykum xonalarimizga. Kelinglar. Ajoyiblar bugun ajoyiblar, sinfdoshlarga tabriklar, xursandlik qilamiz. Sinfdoshlar tanlamasdan tabrik so'zlari kimdan eshitamiz bugun? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hamyurtlar. Mana bugun qadrdon onamiz, paxtadosh onam, bugun Shukrona kuni. Munosabat bilan o'zimizdan mana shu go'zal dugonalarning nomidan, ilmay qo'ygan dugonalar va sinfdoshlar nomidan muborak etaman. Doimo salomat, mana shunday cheklang doimo bir kun chiroyli bo'lib yurgin. Mana shunday farzandlaring, nabiralaringni baxtini kamolida ko'rib yurgin. Nasib bo'lsa mana shunday Allohga shukr, mana shunday surpriz haqiqatan bu yil masalan ertalab tabriklar qilishga nasib bo'lsa bu yil hatto umra haj safarlariga yuborsinlar farzandlaring. Nasib bo'lsa mana xo'jamiz bilan xo'jona nimasiga nasib aylasin, nasib qilsin. Yana kuyinga nima niyatlaring bo'lsa niyatlariga yetgin. Mana mahmud yo'qlik, mana yo'llar rastaga yuradi, yo'llar bo'lsin, sog'lik salomat bo'lsin, sizlarga barokatlar bersin Allohdan. Ilohim Alloh qanotidan bergin. Mana 60 yoshga yetyapmiz, 70 yoshga yetkazib, 80 yoshga mana shuni sakrab ketib, 90 yoshlar, 100 yoshlarga uzatib mana shunday sinfdoshlar davrasida ko'payishini o'tiraylik ilohim. Doimo sog' va salomat bo'ling. Alqishlar qilamiz bildirgan ajoyiblarga. Rahmat. Shoirati, xursandmisiz? Qashqadaryo qizimiz, Oygul qizimizga ming rahmat. Shu menga aytdilar. Sinfdoshlarni taklif qilib, mana sinfdoshlarni taklif qilib, shu mana shu qizlarga avvalambor ko'pdan ko'p rahmat. Ilohiy farzandi nabiralar baxtli kamolini, shu onalar otalarini izidan ketsinlar, nabiralar nasib etsin ilohim. Yaxshi kunlarga tushkunga yana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Hammalar xush kelibsizlar. Mana singlimni tabarruk kuniga. Menga avvalambor inson uchun eng kerakli bo'lgan sog'lik, oilaviy baxt, bolajonlarni, nabiralarni kamolini ko'rib yursin ilohim. Kuyovim bilan ilohim qo'sh chaqirib, sog' salomat bo'lib yursin. Dunyoga shu hamma yaxshi niyatlar singlimga juda yaxshi ko'raman singlimni. Biz istaymiz dunyoda mavjud baxtli onlar sizga yor bo'lsin. Kelajakda nurli ko'zingiz yana ming bir mahorat ko'rsin. Qarsakchilarimiz hamda sahnamizga Shomil akani ham taklif qilib qolamiz. Shomil aka ham keldilarmi bugun? Keling Shomil aka.
Keling, assalomu alaykum. Hamda Hurmat opani ham taklif qilamiz. U kishi ham adashmasam 7 yillar. Hurmat opa. Aha, assalomu alaykum. Aha. Cho'maga ajr niyatlar bilan sho'ra ham tabriklab qo'yamiz. Singlim tug'ilgan kuniga Lo'ngloqqa yoshlari ko'pini ko'rdik. To'g'ri bilan so'q bilan yoshlar bilan so'q bilan. Lekin to'g'rilar yaxshi Qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat, bering Hurmat opaga. Assalomu alaykum. Mehmonlar, mehmonlar. Xush kelibsizlar hammalaring. Mana bugun ukamni tug'ilgan kuni ekan. Allohim menga qancha umr bersin, dunyo bo'yicha domot bilan tursin. Bola chaqalarni huzurli ko'rsin. Fatima Zuhrolarni o'qitib, o'g'limni qilib, o'qishga kirgizsin. Katta kelinchalik bo'lsin. Hammanglar xush kelibsizlar. Xudojonlar. Ukam iloyim domot bilan 100 baqorlik ko'rsin iloyim. Qarsak chalib qo'yamiz. Xudolar ham kelishgan bugun. Nasib opa xudolar ham kelgan bugun. Xudojon bilan kelinglar, ikkita nasib opalarimiz ham bugun kelishadigan. Assalomu alaykum hammalaringizga. Keling bakalım. Assalomu alaykum. Marhamat. Mikrofonimizga ajoyib tabrik so'zlar bilan sho'ra bana xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli to'qnashuv do'stlarim, kelibsizlar. Mana bu kunlarni topdan kunlaringizdan muborak bo'lsin. Kunlarning yuztasiga nasib etsin. Ana shu biz sizga sherik qo'llab turamiz. Ana shu maqsadni ishlar bo'lsin. Bunaqa qabul kunlarga yetkazib berish nasib etsin. Ana shu farzandlarimiz, nabiralarimizni doimo sog' bo'ling. Charchaman. Rahmat. Hamma yaxshi vaqtida qo'shilaman. Jon bilan doim vaqtida yurishlar. Shuni yaxshi ko'ramiz, sog' salomat bo'ling. Qarsak chalib qo'yamiz. Barcha bildirgan ajoyib gaplar. Kelinglar hammalaringizni sho'ra bilan birga ikkita oila a'zolariga esdalik uchun keyin rasmlarga tushib olamiz. Qo'shilaman, xudo